Roblox degan biza bugungi videoda Amirchik bilan birgalikda Keyboard Escape o'yini o'sha hardan o'ylab +1 Keyboard Escape o'yini, lekin unga brenotlar integratsiya qilingan. Ya'ni biz brenotlardan qochib turib, o'zlarimiz eng kuchli levelimizga borishimiz kerak bo'ladi. Bizga tekinga spin berdi, boshqa spinner olamiz. Oy, +3 money. Bu nima bu? 3x money shekilli bolalar. 3 ta pul? $3 atigi shuncha. Ye bola, короче, o'yinni boshlaymiz. Biz brenotchilar qo'ylar ekan yoki biz brenotchilarni olar ekanmiz va bizga u kuchliroq narsa beradi. Biz hozir levelimiz 4, ya'ni 4-levelda yuguribamiz. Endi biz Amirchik bilan bundan ham kuchliroq qilib turib, brenotlarni olib kelib turib, ana qilishimiz kerak. 5-levelmi? Boryapman. Loqib tur. Yo, yetilmas ekan menga. +3 money. Pul bu kubik o'rnida ekan bolalar. Uy, analar uchib o'tib ketganini ko'rdilar. Qo'lda bosib ketishiga. Uy, chekka o'tib ketsa bo'lar ekan, da, chekka o'tib ketsa bo'lar ekan. +10 money ni olamiz. Endi bu yerdan biza base step olsak bo'lar ekan bolalar. Base step endi bizga nisbatan ko'proq yugurish beradi bolalar. Mana bu yerda yugursa bo'larmikan bo'ladi? Da, bo'ladi, yugursa bo'lar ekan. 3 HP da yugursa bo'ladi. Buni sotib olish kerak ekan 36 Robuxga treadmilllarni. Auraz bo'lamaydi. Hamma yerda men personajlarim turibdi, ko'rib turibsizlar. Hamma joyda men personajlarim bor. Короче, bola, videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har doim men randomda 5 ta model bo'lishini do'stga qo'shaman bolalar. Sizlar ham do'stga qo'shmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Va menga do'stga tashlasanglar, men o'zim yoki do'stga tashlayman sizlarga. Shuning uchun bolalar, videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Tekinga gift berar ekan, 15 mingta HP berar ekan. Obunmaydi. Qancha levelsiz? 10-level meniki. Bolalar uzoqroqqa borib, ko'proq pul yig'ishimiz kerak va o'sha pullar orqali biz anom qilamiz, o'zlarimizni tezlikni kuchaytiramiz. 11-level bo'ldik. Yaxshi bir so'shqa gap. Trailda sotsa bo'lar ekan, $500 ekan bu yo'llari, avrolar ham. 22-level bo'ldim. Voy, bola, 22-level bo'lib ketdim. Men qayerdaman? Avroga kiryapman. Men qayerda paydo bo'lib qoldim? Respawn qo'yadi hozir. Avroga kirdim, tekinga narsa berdi. O'z ekranimga chiqdi bir nima deb, "Ash olasanmi?" dedi. "Ha" dedim. 10 ming HP berdi o'z tekinda. Bilib qo'yman hali. Pul yo'q bo'ladi. 20 money bor ekan bu yerda. Bu yerda o'tishimiz uchun nechta 20 speed kerak ekan. Bizda 22 ta speed dash bolalar. Bu yerdan o'tib ketamiz. Har xil soundlar bor ekan. Kremi klik kerakki. Kremida turaversin. Voy, epladik. Nechinchi? Bu yerda o'sha 27-chi narsa bo'lishimiz kerak. Level bo'lishimiz kerak. 50 money ni olamiz. $50 da oldik bolalar. Endi biza $100 ga 25 ta step qo'ysak bo'ladi yana. Ketdi bolalar, yana narsa olamiz. $50 kerak bizga yana, atiq $50. O'shani ham olsak bolalar, uje keyingi qadamni ochamiz va vaqti tez yuguradigan bo'lamiz bolalar. Ketdi. Tez o'rishimiz kerak, tez ulgurishimiz kerak faqat. Orqaga qaramasdan yuguramiz. Voy, bola kelib qoldi orqamdan. Bo'ldi, oldik bola. Yaxshi. Mana buni ham oldik. Endi zo'r ko'payyapti bolalar. 37 ta HP dan beryapti bizga. Keyingisi qancha dollar? $500 ekan bolalar. $500 ga o'tishimiz kerak. Hozir 24-levelimiz. Reverse qilmaymiz hozirchalik bolalar. Teleport qo'ysak bo'lar ekan stagelarga. U ham normalni pul turar ekan, lekin bolalar. Tekinga menga bir nima deb bermoqchi shekilli, ertadan beri ko'rsatib turibdi unda. Shokda. 3-stageda o'tamiz. Assassinning qo'li ekan bu yerda. Davay, Amirchik yuribdan bu yerda. Amirchik ukam bu yoqqa. Sen bilan iyi tushib ketmayman endi davay. Ana tushib ketibdi bo'y. Endi tushib ketdi bo'y. Hozir bosib ketadi uni. Bosmadi. Tezlik вообще kuchli ekan-da uni. Men 27-level bo'ldim bolalar. 27-levelman. Endi bu yerdan ham pulni o'tsam bo'ladi. Hozir boshqa yerda o'tamiz. Nima? Voy, biz qo'yman. Yo. Ket. Ulgursak bo'ldi ish qilib bola. Iltimos, iltimos. Ulgurdim. Uy, ulgurgan qaranglar. $100 oldim, $100. $500 qilsam endi keyingi aytlarni olaman bolalar. Ketdi, yana $100 olamiz hozir. Yo valla, qaranglar, $400 yig'ib qo'ydim. Hozir yana $100 olish ketyapman. $100 dan olamiz, $500lik
Narol olamizki, bu vahshiy oson zona ekan. Kayf o'tyapman, mazza qilib o'ynayapman bo'ldi. Day. Bu yerdan o'tib olamiz. Tez. Mana shu stage 6 dan o'tsa, yana $100 olib turib, keyingi missiyani bajara olamiz bo'ldi. Короче, ketdi. Biz kelishimizga ochildi o'zi ham. 32-yil bo'lib ketdi даже. Давай bo'la, давай, ozgincha qoldi. Давай. Mana bo'ldi, $100 ga oldi va mana buni oldim. 50 ta qadam. Endi har yurishim 50 ta qadam va 32-levelda easy o'tib ketaman bo'ldi. Free gift bizga lekin bermadi. Mana community qo'shilsa bilar ekan, lekin nima deysizlar, reverse qilam. Reverse qo'rdim bo'ldi, короче. 112 ta HP dan beryapti bizga. Bu nima bu? Trail berar ekan. $500 ga yangi trail oldik, 1.5 x bo'ldi. 16x HP dan beryaptimi bizga? 16 HP, 11 HP, buncha kam. Keyingi reverse'imiz 20-levelda, 25-levelda ekan. Nima? $100. Vay men to'poy. $500 ga anonni olib qo'ydim-ku, pulimni ishlatib qo'ydim. Shunga yo'qolib ketdi mana ular. Boshqatdan borib hozir $100 dan yig'ib kelaman desam, bola endi tezligimiz yetmaydi. 18-levelimiz. Pul qilish kerak $500 kamida. Ular men bu yerdan o'tolmasam kerak. Ketdi. Ulgursak hisob, lekin ulgursak amalladik. Ulgurishimiz kerak asosiysi. Vay, buncha sekin yuribman, bolalar. Oy, yipladik. $50 bizda bor, $100 qilishimiz kerak. Endi 14 HP dan beryapti. Bunisi boshqa gap. 20-level bo'ldi, easy. Oltan shi hamma pulimizni qaytarib olamiz. $70 pulim bor hozir. Yo'q bo'ldi, yana $50 olyapman. Yana bitta $50 oldim va mana bitta $100 doshdik bolalar. Endi bizga qaraylar, mana bu spin aylantirishga, spin vertizga iltimos demonic aura bermanga. Yoki mana bu yerda block hole trail. Iltimos 1%, 0.1% ga tantish. Plus 1 level, 24-level bo'ldi bolalar. 70 tadan HP beryapti. Yo'g'iga вообще easy 30-levelgacha easy boramiz da bolalar. Reverse qilyapti bolalar. Nima deysizlar, reverse'dan ekan? Oldin normalniy pul olishim kerak, o'shandan keyin reverse'dan bo'ladi bolalar. Yetishib. Fuch ketdim. Reverse qilmayman. Hozir bolalar pul yig'ishimiz kerak, maksimum pul. Bunisi pullarni yig'ib olganimizdan keyin bolalar bemalol reverse qilamiz. Reverse'dan keyin esa juda ham tezlikni oshirsa bo'ladi. Pulimiz bo'lganligi uchun hozir pulimiz yo'q bo'lib turib reverse qilsak, keyin qiynalib yuramiz. Aniq qilishga, kuchayishga. Day. Sekundga chiqadi hozir. Oppa, yaxshi. Bu zonalarni vash yo'llab oldim men. Easy ketyapman. Yo'q bolalar, $100 zonaga keldim. $220 pulimiz. Endi $500 qolib turib, yana anani olamiz. $500 dan keyin qaysinisi bolalar? 2.5k ekan bolalar. 2.5k ligini ham olib qo'yamiz. Bolalar, men easy $500 yig'ib oldim. 35-levelman. Sen nechinchi levelsan? Amir 30. Sen 31misan? Qaraqasiga. Nimaga? Yo'q, men ishda chiqqanim yo'q. Ketdi bolalar. Bundan keyingi zonaga stage 7 dan o'tishga harakat qilib ko'rish kerak. Hozir stage 6 deydik. Stage 7 dan o'tishimiz kerak bolalar. Davay. Ketdi. Stage 7 dan ham. Voy, o'tdim stage 7 dan ham. Oy, stage 8 o'tishimiz 42-level ekan bolalar. Biz $150 olib qo'yamiz. Короче, reverse qo'ramiz. Reverse ham bosib yubordim. Tezligimiz vaqti уже 15-levelga oldi. Уже 16-level. Hozir 54 o'tib ketadi bu turishda. 55-level, 30-level endi bo'ldi. 33-levelsan-ku? 30 mana chiqib ketding hozir. 33-levelsan. 26 bo'ldim. 26. Men reverse qildim-da. Valla men reverse qilib уже 30-level bo'ldim. Bu hali 33 turibdi. 30-level bo'ldi, 30-level. Hozir biz stage 7 dan o'tib ketishimiz kerak. Davay, yaxshi. 31-leveldamiz. Amirchik 34-levelga endi kelib oldi. $100 olsam ekanga darsga boramiz bolalar. Darsga boramiz. Bolalar levelimiz 42 bo'lib ketibdi, даже 43 ham. Hozir bundan keyingi zonaga easy o'tib olamiz. 43. Bu yerda 35-level kerak o'tish uchun, lekin biz 43 bo'lib ketganmiz. Ketdi bo'ldi. 225 tadan beryapti bizga HP-ni. Bu zonadan o'tib oldik. Trallaladan qochib ketamiz bolalar. Easy squeeze. Stage 9 ga keldi bolalar. Stage 9 ga keldi. Kod o'ldirib qo'ydi meni. Reverse ham bo'lar ekan bolalar yana. Nima deysizlar, reverse qilaymi yo'qmi?
Yo bola, hozir reverse qilib 2,5 ga pul yig'ishimiz kerak. 2,5 ga pul yig'ib turib, keyin reverse qilib bo'ladi bola, easy. Og'a. Bola, men stage 10 ga keldim pashti. Bosib ketgan. Ko'kkom o'ldirib qo'ygan goldan 3 sekund o'tib olish kerak ekanda, aytdi. Stage 7, stage 9 gacha bo'lar ekanman. Pul stage 9 gacha borib, hamma pullarni yig'ib olishim kerak. Davay, yerda o'tib ketamiz. Tez faqat tez keladi hozir. Yaxshi, trallerdan o'tamiz. Trallerlar ham qulab yetolmaydi o'zi. Voy, sal qoldi. Keldi. $300 bola. 1 kap pulim bor. Yana 4-5 marta borib kelsam, 2,5 ga easy qilib qo'yar ekanman. Bola, biz yo'ldan tuxumlarni topib olyapman. Yo'lda tuxumlarni topib turib, ularni haj qilishimiz kerak ekan. Короче, mana bu yerda biz 50 do'stlarimizga bir nechalik petlarni olib qo'ysak bo'lar ekan. Mana yerda pet kiramiz, X kiramiz, mana oltin tuxum bor. Endi buni hech qilsak ichidan 1 euro chiqar ekan, o'sha 1 euro bizga sekundiga necha? 3 ta HP berib turar ekan. Bu ne kam bola bu? Bunisi boshqa gap, bola, ikkita petim bor endi mana. Bu yerdan biz mana bu yerda izga o'tib ketamiz. Bola, bittan ham izga o'tib oldik. $300 ham oldik. Reverse'dan esa bosamiz. Bunisi boshqa gap bola. Bizda 3-4 ta reverse qildik o'sha. 3 ta reverse qildik. Короче bola, bugungi video shundan iborat edi bola. Albatta keyingi videoda bundan ham zo'r narsalar qilamiz. Reverse'larni qilib, mana shu oldimizdagi mana shu narsalarni juda ham ko'p ochib tashlaymiz bola. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Albatta keyingi videoda ikkinchi qism chiqaramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar.